Biometrik pasport bo'lmaydimi? Yo'q, mumkin emas. Biometrik pasport bilan avtomashinani boshqarish mumkin emas. Ertaga shu narsaga javob berasizmi siz? Vazirlar Mahkamasining 170 Ism familiyangiz kim aka Boliyev sizni? Muhammad. 173 sonli qaroriga o'sha narsa kiritilgan, hurmatli haydovchi. Borib tekshirib, internet ijtimoiy tarmoqlardan kuzatishingiz mumkin. Bo'ldimi? Gapingiz yo'qmi boshqa? Avtomashinani vaqtinchalik jarimadan olib qo'yiladi. To'xtang, haydab ketamiz, o'tin. Tasavvur qiling. Pravangiz uyda qolib ketdi. Bunday vaziyatda GAI xodimi sizni jarimaga tortishga haqlimi? Diqqat qiling. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 172-sonli qarori bilan yangi yo'l harakati qoidalari tasdiqlandi. Ushbu qoidalarga ko'ra, agar haydovchining oldida ID karta yoki biometrik pasporti bo'ladigan bo'lsa, ushbu hujjatlar orqali GAI xodimi uni elektron tizim orqali boshqa hujjatlari bor yoki yo'qligini tekshirib ko'radi. Ya'ni bunda agar pasport va ID kartangiz bo'ladigan bo'lsa, siz prava, shuningdek ishonchnoma, ya'ni dovernost, sug'urta polisi va texpasportni olib yurishingiz talab etilmaydi. Shuningdek, ushbu qoida O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksining 135-moddasi ham kiritib o'tilgan. Demak, har doim o'z huquqlaringizni bilib boring. Savollaringiz bo'lsa, kommentda yozib qoldiring.